Zuluk qaysi kasalliklarda tavsiya qilinadi? Qon bosimi yuqori bo'lganda, osteoxondrozda, allergik holatlarda, terida toshma, qo'tirga o'xshagan toshmalarda, har xil o'zgarishlarda, stresslarda, og'riqli kasalliklarda, hattoki bitmayotgan yaralarda ham qo'llansa bo'ladi. Zuluk juda ham shifobaxsh bo'lib, zuluk olgan odam bittada o'zgarish bo'ladi. Zuluk so'lak bezlarini, geparin moddalarni jo'natganda odamda tanasida 70-80, hattoki 100% o'zgargan tanalarni ko'rganmiz. Hech qanaqa muolajada ketmayotgan toshmalar ham zuluk muolajasida albatta o'z samarasini bergan. Hammaga zuluk tavsiya qilib qolaman. Bizda chegirmalar ketyapti. Zuluklarimiz 30 mingdan, bizda rossiyskiy yaxshi zuluklarimiz, hijomalarimiz 20 mingdan. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Bir hafta chegirmamiz davom etadi. Ulgurib qoling. Erkak va ayol mutaxassislarimiz bor.